qanaqa ayollar qaramaydi? Zo'r savol bo'ldimi? Ko'pchilik aytadi. Ayol kishi o'ziga qarasa, qaramaydi, yosh ko'rinadi. Yo'q. Ko'pchilik erkaklarimiz uydagi ayollarini qaramaydi, ahamiyat bermaydi, chiroyiga. Senga nima keragi bor? Uydasan, ishlamayapsan degan gaplar. Lekin afsus, ko'chada o'zlari chiroyli ayollarga qaraydi. Ayol uyda bo'lsa, go'yoki u faqat maishiy ishlar bilan band bo'lishi kerak degan noto'g'ri fikr bor erkaklarda. Natijada erkak ham uning o'zini parvarish qilishi, o'qishi, rivojlanishi yoki chiroyli yurishini tabiiy ehtiyoj sifatida emas, ortiqcha narsa deb qabul qilishi mumkin. Ayol uyda bo'lsa ham, ishda bo'lsa ham, u baribir inson sifatida qo'llab-quvvatlanishi shart. Er-xotin munosabatlarida sog'lom muhit shundan yaratiladi. Har ikki taraflama bir-birini tushunib, bir-birini quvvatlasa, oilada tinchlik, xotirjamlik doim zo'r bo'ladi. Shuning uchun meni fikrimcha, ayol uydami yoki ishdami farqi yo'q. U chiroyli bo'lishni xohladimi? Bu tabiiy holat. Erkak kishi esa uning o'ziga e'tiborini rag'batlantirishi shart. Chunki bu nafaqat ayol uchun, balki oiladagi muhabbat va uyg'unlik uchun ham muhimdir.